Reyna vakası. Assalamu alaikum kardeşler. Hammalarınki ro'za mübarek olsun. Bugün ro'za it. Lekin hammamiz uyga so'nilib o'ltirdik. Shuning uchun biz baribir yana uyda o'tirishga majbur bo'lgandan keyin shunga normal xizmatimizni davomlashtirib deb bugün ekran oldiga kelib o'ltirdim. Sizlarda naqsh aytadigan bo'lsam yoki usul o'ynaydigan bo'lsam bir payda bayramni tabriklab tomosha qilib bergan bo'lardim, ammo mening qo'limdan u ishlar kelmaydi. Shunga men sizlarga bir masalani oydinlashtirib beray dedim. Shu aytda uyda o'tirgach, ayt qilgach, shu masalaga qarta tunishimizniki o'sishini umid qilaman. Xabaringlarda bo'lgandek, bir necha kun oldida Turkiyaninki Xitoy bilan jinoyatchilarni almashtirish haqida bir kelishim tuzilganligi va bu kelishimninki Uyg'urlarni nishon qilgan bo'lish ehtimolligi bog'liq haqida bir xabar chiqdi. Bu xabar Norvegiyadagi bir taratqudan o'tirib chiqdi. Ondan keyin boshqa taratqularmi buni ulab taqatdi. Erkinasiya radiosimi buning Uyg'urcha inglizchasini berdi. Bununla ergişip bizning Uyg'urlarning ijtimoiy taratqularida bir maydon bas munozara bo'ldi. Datalash bo'ldi. Ba'zilar buni Turkiyadagi tashkilotlarga döngep tahlil qilgan bo'ldi. Yana ba'zilar buni Turkiyaga qarshi jingdan Turkiyaning dushmanlari, masalan, FETÖ'chilar degandek kishilar o'tirg'i chiqargan degan bo'ldi. Shunday qilib bu masala bir datalash qilindi. Ama men diqqatimni tortgan bir narsa, bu xabarga nurg'un qarindoshlar yangidan chiqqan bir narsadek, yangi tuzilgan bir narsadek yoki Turkiyada bugungacha bu masala haqida bir datalash bo'lmagandek, bu masala ma'lum kishilar tomonidan besiqtirilib, qo'yilib, yushirilgandek, shunday bir tuyg'uda, shunday bir pozitsiyada bo'ldi. Bazı qarindoshlar tomonidan shunday bir inkaslar yozildi. Shunga qarata men necha kun oldida Facebook sahifamda biroz qisqacha bir tushuncha berib o'tdim. Ammo Ramazonda datalashga aralashmaslikdan iborat bir prinsipim bo'yicha ortiq munozaraga kirmadim. Hamda bugun shu munosabat bilan shu kelishimninki oldi keyindagi ishlar, kelishimning mazmuni va Turkiyadagi Uyg'urlarning ahvoli haqida bir qo'r tafsiliy sizlarga ma'lumot berishni muvaffaq ko'rdim. Masalanki oldi keyinini qancha aniq tushunsak, shuncha masalaga qarata tunishimiz oydinlashadi. Masalaga bo'lgan tunishimiz qancha oydinlashsa, masalani hal qilish ustidagi izlanishlarimiz shuncha amaliyotga uyg'un va reallikka uyg'un bo'ladi. Agar undaq bo'lmaydi ekan, biz tuyuqsiz bir narsani bayqab qolgandek o'tirg'i chiqib, yana tuyuqsiz yo'qolib ketib, bu masala hal bo'lmaydi. Shuning uchun men mazkur kelishimni Turkiyaninki Büyük Millet Meclisi, ya'ni parlamentininki to'rbetidan tushirdim va uningdagi munosabatli moddalarni o'qib, sizib sizlarga so'zlab berishga tayyorladim. Ammo kelishimninki mazmuniga kelishdan avval sizlarga
ikki nuqtada ma'lumot berishni muvofiq deb o'ylayman. Hamda o'zim Turkiyada turayotgani 4 yil bo'lgan va Turkiyada xalqaro munosabat bo'yicha magistrlikni tamomlagan biri bo'lish sifatim bilan Turkiya Xitoy munosabatida va xalqaro munosabatlarda bo'layotgan ishlarga qarata belgilik tunishga ega. Hem o'zim Turkiya Xitoy munosabati haqida bir ilmiy maqolamni yozgandim. Shuning uchun oldi bilan shu masalaning atrofini bir sizlarga tunishtiray deb o'yladim. Endi buning ichidagi biri Turkiya Xitoyning adliya hamkorligi haqida to'xtalmoqchi. Turkiya Xitoyning adliya hamkorligi 1992-yili boshlangan. Bu Turkiya Xitoy o'rtasida bu xil adliyalik hamkorlik yangidan o'rtaga chiqqan bir narsa emas. 1992-yil 28-sentabr Turkiya Xitoy bilan ikki davlat haq talab, savdo va jinoiy ishlar jihatda adliyalik hamkorlik o'rnatish kelishimi imzolagan. 2000-yili 14-fevralda bo'lsa, bu adliya hamkorligi bir daraja yuqori o'rlagan. Şunun bilan davlat alg'an jinoyatlarga zarba berish kelishimi tuzilgan. 2014-yili 9-oyda ikki davlatningki Oliy xalq sud mahkamasining boshliqlari Anqarada uchrashib, shu adliyalik hamkorlikni kuchaytirish, terrorlikqa va davlat alg'an jinoyatlarga zarba berish qatorliq masalalarda o'rtaq turmush hosil qilgan. Ve şundan keyin, yani 2014-yillardan keyin Türkiye bilan Xitoy o'rtasidagi ba'zi tajriba almashtirish, ondan keyin adliya sistemasi bilan tunishish uchun o'quvchi avatib, bir-birining o'quvchilarini tarbiyalab yetishtirish qatorliq bu faoliyatlarni o'ttirg'i chiqqan. Hozirmi Xitoyda o'qiyotgan Turkiya o'quvchilari, yani bu sahada tecrübe almashtirish uchun o'qiyotgan Turkiya o'quvchilari va Turkiyada bu jihatda Turkiyaning adliya sistemlarini o'rganayotgan Xitoyning o'quvchilari bor. Endi 2017-yili 13-mayda biz hozir gapini qilayotgan shu jinoyat gumondorlarini ötküzüp berish kelishimi Beijing'de imzalandı. Bu kelishim imzalangan vaqtda hemen Xitoyning xabarlarida bo'lsin, yoki Turkiya taratqularida bo'lsin, keng ko'lamda tashviq qilingan xabar berilgan. Bu kelishimga qarata Turkiyadagi Uyg'urlarning shu vaqtda intayin kuchli inkas qaytgan, albatta tashkilotlar kuchli inkas qaytirib ketmagan. Ba'zilari qaytgan, ba'zilari qaytmagan. Ama ijtimoiy tartiblarda qo'l-qo'l qilishgan. Men bu masala haqida fikrlarimni shu vaqtda o'tirib qo'ygan, buni detalash qilishgan edik. Bizning Turkiyadagi boshqa munosabatlik tadqiqotchilar yoki olimlar bunga qarata tushuncha bergan, buningki Uyg'urlarga ko'rsatgan ta'sirining qanday bo'lganligi haqida bir qo'l tushunchalarni bergan. Hamda bu kelishim Xitoy Turkiya o'rtasida Beijing'da imzolangandan keyin bu 2019-yili 14-aprel Turkiya parlamentiga sunuldi. Turkiya parlamentiga, yani Turkiya hukumati tarafidan buni ovoz qo'yish uchun sunuldi. 26-aprel, yani haftadan keyin bu qonun loyihasi, bu kelishimninki ovoz qo'yishga bo'lganligi, uyg'unligi haqida parlament qaror chiqarib bir qonun loyihasi ma'qulladi. Ama bu qonun loyihasi hozirgacha ovoz qo'yilmadi. Shuning uchun bu kelishim daha kuchga ega bo'lmadi. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ninki, parlamentininki torbetideki şu mevcut kelishimninki Türkiye hükümeti tarafından, yani Erdoğan tarafından parlamentga yollangan ve parlamentning bu haqda uygun ovoz qo'ysak bo'ldi deb bir qonun loyihasi hozirlagan hujjati
Bizningki bir qism qarindoshlar tarafidan bu kelishimning allaqachon yo'lga qo'yilib bo'lganligi va uningki tekstiningki ma'lum tashkilot taratqular tarafidan qo'lga tushirilganligi degandek shakllarda xabar qilindi. Amaliyotda undaq ish yo'q, daga qonun hukmiga kirgani yo'q, kuchga aylangani yo'q. Endi bu yuqorida deb o'tganimiz Turkiya Xitoyninki adliya hamkorlik tarixininki bir qisqa yig'inchoqlanmasi. Buningdan bu ikki davlatninki adliya sohasidagi hamkorlikniki tadrijiy shundoq kuchayganligini ko'ra olamiz. Endi Turkiya bilan Xitoyninki bu adliya hamkorligininki kuchayishininki turli sabablari bor. Shuning uchun ikkinchi qilib turib men shu Turkiya Xitoy adliya hamkorligidagi ba'zi orqa ko'rinishlarni va Uyg'urlarninki qanday bo'lib bu masalaga chetilib qolganligi, kirib qolganligi va Turkiyadagi Uyg'urlarninki Turkiya adliya tarmoqlari tomonidan qanday tekshirilayotganligi, tutilayotganligi, qo'yib berilayotganligi degandek masalalarni biroz tafsiliy o'tirib qo'ymoqchi. Gerçi bu Türkiye-Xitoy munosabatininki siyosiy, iqtisodiy boshqa taraflari bo'lsa-mu, lekin uni biz bek tafsiliy so'zlab bo'lmaymiz. Tema chechilib ketadi. Bu vaqtda balkim ayrim bir to'xtalishimiz mumkin. 1970-yillardan boshlab 2020gacha bo'lgan Turkiya-Xitoy munosabatini tarixiy bosqichlarga bo'lib turib, buni tahlil qilish mumkin. Ama biz shu adliya hamkorligining kuchayishi va shu kelishimning tuzilishininki orqa ko'rinishini, buningga balkim sabab bo'lgan omillarni tushunish uchun ba'zi tafsilotlarga muhtoj deb qarayman. Buni men qisqacha Uyg'urlarga munosabatlik bo'lish nuqtasidan tushuntirib o'tmoqchi. Bu ikkinchi nuqtam. U bo'lsa-mu, oldi bilan biz gapni Türkiye'ninki 2016-yili yuz bergan amalga oshmagan siyosiy o'zgarishdan boshlashga to'g'ri keladi. 2016-yili 7-oyning 15-kuni xabarlarda bo'lgandek Turkiyada harbiylar hukumatga qarshi bir qatim siyosiy o'zgarish qo'zg'adi. Qurolliq isyon ko'tardi. Gerçi bu amalga oshmagan bo'lsa-mu, ammo Turkiyaning siyosiy sohasida Türkiye'ninki siyasi tuzilmasida zo'r burilish hosil qildi. Turkiyada shundan boshlab qonun toza yaxshi ishlab bo'lanmadi. Türkiye'ninki siyasi sistemasi shundan keyin belirli darajada o'zgardi. Masalan, asos qonun o'zgartirildi. Türkiye parlament şeklindeki hükümet tüzümünden reis prezident tüzümündeki hükümet şekliga o'tdi. Bu jarayondan nurg'un davolg'ish bo'ldi. Endi Turkiya shu 15 Temmuz, Türkçe 15 Temmuz deydi. Shu 15-iyul amalga oshmagan siyosiy o'zgarishini Türkiye'deki bir dini cemaat bo'lgan Fethullah Gülen teşkilatıga bağladı ve muşular kıldı bunu deb muşlarga attı. Şunun bilen Türkiye'de bu teşkilatınki bütün faaliyetleri terörlük hareketi qatarıga kirgizildi. Türkiye bunun faaliyetini çekleşini yoki bu teşkilat qartilgan zarba berishni nuqul Türkiye içinde emas, belki bütün xalqarada umumlaştırdı. Xalqarada keng ko'lamda mavjud tashkilotninki har qaysi apparatlarini, organlarini va shaxslarini tutib bu mas'uliyatni surishti qilishga boshladi. Shuning bilan Turkiyaninki xalqaro sahnada siyosiy jihatdan va terrorlikka qarshi turish jihatdan boshqa davlatlar bilan hamkorlashish ehtiyoji tug'ildi. Bu meseleninki bir tarafi. Endi yana shu mezgilda Türkiye'de keyni-keynidan terrorlik voqealari ko'p yuz berdi. Bo'libmi 2016-yili yozda
Suriyaga askar chiqadi. Dal shu siyosiy o'zgarish yuz berishdan oldin keyinda Turkiya Suriyaga askar chiqadi. Daeshni rasmiy terrorchi tashkilot deb e'lon qilib, Daesh qarshi jang e'lon qildi. Bununla ergişip Türkiye'ninki İstanbul'da bulup mu? Keng ko'lamda portlatish vaqalari, hujum qilish vaqalari yuz berdi. Masalan, 2016 yılı 28 iyunda Atatürk aerodromida hujum qilish vaqasi yuz berib, 48 adam öldü. Ondan keyin 10 dekabr Vodafone do'koni hujumga uchrab, Turkiyadagi bu yerda 46 adam öldü. Bu jarayonda men Turkiyadan İstanbulda bor. Turkiya xuddi bir urush oldiga kirib qoldi. Mushu holatlar vaziyatni jiddiyleştirib turayotgan bir mezgilda 2017 yılı yanvarda Reyna keçilik klubiga hujum qilish vaqasi yuz berdi. Bu vaqa Turkiyadagi Uyg'urlarning ahvoliga og'ir darajada ta'sir ko'rsatdi. Mayli Turkiyadagi Uyg'urlarning obrazi jihatdan bo'lsin, mayli Turkiyadagi Uyg'urlarning terrorlik ishlarga aralashib chetilib qilish jihatdan bo'lsin, intayin zo'r ta'sir ko'rsatgan bir vaqa bo'ldi. Bu vaqada 39 adam öldü, 78 adam yaralandı. Texmo yaman bo'lgani bu o'lganlar 14 davlatning fuqarosi. Hammasi nuqul Turkiyaning fuqarosi emas. Balki 14 davlatdan kelgan kishilar, buning ichida dangliq kishilar bor. Bu vaqa yuz bergandan keyin bu nuqul Turkiyalar emas, butun dunyodagi davlatlar bu vaqani qattiq aybladi. Bu vaqani Daesh ustiga oldi, biz qildik deb. Shuning bilan bu Turkiyaninki Daeshninki hujumiga rasmiy uchirganligininki bir isboti bo'ldi. Ammo echinishlik bo'lgani bu vaqa tufayli qo'lga olinganlarning mutlaq ko'pchiligi Uyg'urlar. Bu vaqani sodir qilgan kishi Abduqodir Masharipov, bu O'zbekistonlik o'zbek nasldan bo'lgan bir ekan, ammo bu boshda Uyg'ur deb xabar qilindi. Turkiyaninki ministr darajalik odamlari taratqularda buning Uyg'ur bo'lish ehtimolligi borligini tilga oldi. Bu yerda millatning ismining tilga olinishi intayin xatarlik bir ahvolda. Bu Uyg'urlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatdi. Endi keyin bu qotilning Uyg'ur emasligi, o'zbek ekanligi isbotlandi-yu, ammo buningga chetishlik tutilgan 50 necha kishining ichida mutlaq ko'pchiligi Uyg'urlar bo'ldi. Va Zaytunburnodan nurg'un Uyg'urlar tutildi. Demak, bu diloga Uyg'urlar bevosita chetilib qoldi. Garchi terrorlikning va terrorizmning davlat tavalligi millati yo'q bo'lsa-mu, lekin bizga o'xshash musafir turayotgan, boshqa bir davlatda muhojiratda turayotgan bir millatga bundaq bir cho'ng la'nattakkur bir hodisaninki bog'lanib tilga olinishi bu ajoyib salbiy ta'sir ko'rsatadigan bir hodisa. Buningki bevosita bir salbiy ta'sirini men o'zim his qilgan, shuni hikoya qilib so'zlab beray sizlarga. Men Kahramonmaraşda o'qiyotgan mezgilda biz Uyg'ur bolalar bilan 3-4imiz shahar markaziga kirdik. Kirgan vaqtimizda bizningki ko'zimiz Turklarniki o'xshamaydi. Biz biroz yapma qapoq, ma'lumot chekik ko'z deydi bizni. Mundaq bo'lgandan bu bir turk bola kelib bizga gap so'radi, nereden sildi. Biz Uyg'ur degandan keyin shu Reyna vaqasini sodir qilgan Masharipovning gapini qildi. Shu Masharipovning odamlari mo deb. Shuni bilan biz yo'q degan Uyg'ur emas, biz Uyg'ur, biz Sharq Turkistondan desak, darhol o telefonini elib telefon qildi bir yerga. Telefon ulanmadi, ammo yiroqda yo'lning yoqasida turgan soqchining yoniga yugurib berib,
bizni ko'rsatib gap qildi. Gap qilgandan keyin saqchi keldi bizning qishimizga. Endi nima ish bo'ldi dedi. Bir ish bo'lmadi. Sizlar nereden debdi biz Uyg'ur Sharq Turkistondan desek, sizlar shu Reyna vaqasini sodir qilgan kishiniki adam biri deb shu gapni qildi. Biz o'quvchi deb boshida dedik. Shuni bilan saqchi kulib ketib, hech vaqasi yo'q hamsi deb uni yo'lga soldi. Biz nima asli valla ishingni qilaveringlar, hech vaqasi yo'q deb yo'lga solibdi. Ammo demak Turkiyaningki İstanbul'dan 300 kilometre jiroqdagi bir shahardami bu vaqa Uyg'urlarning obraziga bog'lanib bir tasavvur qilingan ahvol ko'rildi. Albatta buni umumlashtirayotgili bo'lmaydi. Ammo shu bu yer demoqchi o'g'lim nima deganda shu hodisa Uyg'urlarningki Turkiyadagi obrazini intayin zo'r darajada salbiy ko'rsatdi. Salbiy jihatdan ta'sir qildi. Endi mushu vaqa qachon yuz berdi? Bu vaqa 2017-yili 1-oyda yuz berdi. Yangi yil kechasi yuz berdi. Endi mazkur kelishim bu kelishim qachon tuzildi? 2017-yili 5-oyning 13-kuni Beijingda tuzildi. Bu yerda shundoq bir orqa ko'rinish bor. Qarasanglar Turkiya nuqtasini ilib bergan vaqtda Turkiya ham Fethullah Gülen'ninki siyosiy o'zgarish qo'zg'ishiga uchirgan va uningga xalqaroliq bir zarba berish harakati ilib berayotgan bir mezgil. Mayli BDT'da bu Gülenchilarninki tashkilotlarni cheklaydigan qarorlarning chiqishi, mayli Xitoyga qochib ketgan bularni tutib qaytirib kelish yoki cheklash hamkorligi nuqtasidan bo'lsin. Ondan boshqa mayli Daesh'ninki Turkiyaga jang e'lon qilishi va bunga taqobil turish uchun xalqaro bir terrorlikqa qarshi hamkorlik o'rnatish jihatdan bo'lsin. Turkiya boshqalarning yordamiga muhtoj holga keldi. Bu yerda dahi biz ishning ichiga Turkiyaningki 2011lardan keyingi iqtisodiy chekinishi, 2014dan keyin Xitoy bilan bir balbaq bir yo'l plani ichida hamkorlik o'rnatishi, iqtisodiy jihatdan Turkiyaning Xitoyga bekrak yiqilishi, undan keyin Suriya masalasi tufayli Amerika, Yevropa bilan Türkiye münasebetining yiriklishi qatorliq bu omillarni qatmadik daha. Faqat bexatarlik nuqtasidan ham da'vatgan gap. Agar ularni qassoq o'chog'da masalanki umumiy atmosferasini, umumiy oldi keynini texim yaxshi tushuna olamiz. Shundaq bir bexatarlik jihatdan hamkorlikqa muhtoj bo'lgan bir mezgilda bu kelishim tuzildi. Bu kelishim asli Beijingda shu bir balbaq bir yo'l davlatlarining boshliqlar yig'inida tuzildi. Boshqa iqtisodiy kelishimlar qatorida bu kelishim imzolandi. Endi bu yerdan shuni tushunishga bo'ldi. Xitoylar uchun agar Turkiyani shunday bir kelishimga zo'rlaydigan bir maqsad bo'lsa, bu dal mushkilchim tuzilgan mezgillar buning uchun yaxshi bir sharoit yaratilgan mezgillar edi. Agar Turkiya uchun buningga bir ehtiyoj tug'ilsa, mayli Fethullahchilarga taqobil turish uchun bo'lsin, mayli terrorlikqa taqobil turish uchun bo'lsa, bu model shu mezgil edi. Shunday bir orqa ko'rinishi botdi. Endi buningki biz Uyg'urlarga nisbatan salbiy ta'siri bormi? Albatta bor. Bizga nisbatan xatiri bormi? Albatta bor. Nimishqa? Chunki Turkiya bilan Xitoy bu xil adliya hamkorligini kuchaytirsa, buning ta'siriga albatta biz uchraymiz. Bu xil adliya hamkorligi emas, hatto iqtisodiy hamkorlik kuchaysa, buning ta'siriga uchraymiz. Chunki
bizningki faoliyat bo'shliqimiz oziydi. Hech qachon Xitoy Turkiyaga bir yordam qilgan vaqtda Uyg'urlarni chetga qayrib qo'yib turib qilmaydi bu yerdan. Chuqur iqtisodiy yo'l qo'yishdan keyinda siyosiy talab albatta bo'ladi. Endi shunday bir vaziyatda Turkiyada Uyg'urlar tutilishga boshladi. Turkiyaningki adliya tarmoqlari tomonidan, soqchilar tomonidan qo'lga olinishga, ba'zilari tutib turish o'rinlariga, ba'zilari qaytarib o'tish markazlariga yo'llanishga boshladi. Bir tarafdan Turkiya 2016-yili shu Daeshga qarshi jang e'lon qilib, terrorlikqa qarshi jang e'lon qilib, buningga zarba berayotgan. Yana bir tarafdan Fethullah Gülen terrorchi tashkilotiga zarba berayotgan. Reyna vaqasida Uyg'urlar bu Daesh tarafidan elib berilgan bu voqeaga chetilib qolgan. Shunday bir vaziyatda Uyg'urlar tutilishga boshladi va Turkiyaningki adliya tarmoqlari tomonidan surishtirilishga boshladi. Buningga bu kelishim ergashdi. 2017-yili 5-oyning 10-sida tuzildi bu kelishim. Bu kelishim ergashdi. Shuning bilan bu yerda Uyg'urlarga foydasiz bir vaziyat shakllandi. Endi shu jarayonda tutilgan Uyg'urlarningki qanchiligi Xitoyning talabi bilan Xitoy Turkiya munosabatining yaqinchiligi tufaylidan tutildi yoki kimlar shunday tutildi va qanchiligi Daesh bilan bo'lgan munosabat tufaylidan Turkiyaningki terrorlikqa qarshi turish ramkasi ichida tutildi. Hatto yana qanchasi Gülenge chetishliq bo'lib tutildi. Buni ayirish tez, buni farqlantirish tez. Ammo bular shunday o'ngdan nasib keldi-da hammasi. Oxirida Uyg'urlarga foydasiz bir vaziyat shakllandi. Ammo bu yerda biz diqqat qiladigan va biz cho'chiydigan bir hodisa shu Reyna vaqasidan keyin va shu kelishim tuzilgandan keyin Turkiyaningki adliya tarmoqlari, Turkiya sud mahkamalari Xitoy tarafininki Turkiyadagi Uyg'urlar ustidan qilgan shikoyatlarini qabul qilishga boshladi. Ve qabul qilib bir qism Uyg'urlarni sudga chaqirdi. Ya'ni Sharq Turkistonda o'tkazgan jinoyati, atalmış jinoyati uchun Turkiya sud mahkamalari bularni chaqirib, ularni so'roq qilishga va ularning fikrini elishga boshladi. Endi bu Uyg'urlar uchun foydasiz bir vaziyatdan boshlanishi. Nimishqa deganda, aslida Turkiya adliya tarmoqlarininki bu Xitoyninki shikoyatini qabul qilganligining o'zilam biz uchun bir xatarning signali. Mayli uning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, buning o'zi Xitoy va Turkiyaninki adliya hamkorligidagi yangi bir sahifaning ochilganligi. Turkiyaninki adliya tarmoqlari hozirgacha birmi Uyg'urni rasmiy shaklda mayli bu qonun texnik ma'qullanmadi. Boshqa adliya hamkorlik ramkasi ichida bo'lsin, rasmiy shaklda Xitoyga qaytirib boqmadi. Ammo 2019-yili yozda 7-oylarda deyman. Zinnatgul Tursun qatorliq bir qancha kishiningki Tojikiston orqali Xitoy qaytarilganligi dalillandi. Bunun oldida mı Türkiye'de şu Uyg'urlarni yoshirin qaytarayotganligi haqida bir qism gap so'zlar botdi. Ammo buningki paket isboti yo'qdi. Hozirgacha shunday gap so'zlar bo'lib kelyapti, ammo buning ichidan faqat birdan bir paket bilan o'tirib chiqib dalillangani Zinnatgul Tursun va uning bilan birga qaytarildi deb qaralgan bir qancha kishi. Bu voqea chiqqandan keyin Turkiyaninki bu chaqışı Uyg'urlarni qaytarmagan bo'lish ehtimolligi, ya'ni g'ayriy rasmiy yo'llar bilan qaytarmagan bo'lish ehtimolligiga gumon tug'ildi. Ondan keyin
mushu yoqda chiqqan bir qism gap so'zlarniki acaba to'g'ri bo'lish ehtimolligi bormi degan qarashni degan xiyolni kishilarning aqliga keltirdi. Endi buningki qanday xatolik bilan elib berilganligi yoki qaysi shaklda elib berilganligi deganlar haqidagi hikoyalar nima bo'lishidan qat'iy nazar bu yerdan qaytarilgan bir diloba mayli qaysi sababdan qaysi shaklda bo'lsin. Buning o'zimi hamda mushu kelishimninki ro'yga asosan bo'layotgan, ya'ni ma'qullanmay turib ijro qilinayotgan bir ahvol bormi degan hisni, bu tuyg'uni tabiiy shakllantiradi. Demak hamda nimalar bo'lmasin, bu kelishimning ma'qullanishi Turkiya Xitoy munosabatidagi adliya hamkorligi munosabatidagi cho'ng bir hodisa. Ondan keyin Uyg'urlarningki Reyna voqeasida terrorlikqa chetilishi, bu Uyg'urlarningki shu bexatarligi nuqtasidan bu intayin og'ir bir fojia. Hamda Xitoyningki Uyg'urlarni terrorlikqa bog'lab xalqaro yetim qoldirish va Sharq Turkiston davosini qorlash qatorliq harakati bu yengil narsa emas. Shunga bu to'g'riliqcha to'xtalib ketmadim. Buni hammamiz bilamiz. 2000-yillardan tortib Xitoy buni qo'llanib keldi. Ko'pincha Turkiya nuqtasidan tushuntirishga tirishyapman. Endi biz shu kelishimning o'ziga kelaylik, kelishimning mazmuniga kelaylik. Gap biroz uzrab ketdi. Ammo qo'roq gap satmadim deb o'ylayman. Chunki jarayonni yo'ritib berishga tirishdim. Endi kelishimning o'ziga kelsak, kelishimningki o'zi gerçi ma'qullanmagan kelishim bo'lsa-mu, lekin buni bir tushunib o'taylik. Chunki bu bizningki taqdirimiz bilan munosabatlik bir kelishim. Chunki biz Turkiyada yashaymiz. Xitoy bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatda biz hal qilg'uch bo'lmagandimi, intayin muhim bir o'rinda. Shuning uchun bizdan atlab ketgan bir ahvolda Turkiya Xitoy o'rtasida bunday bir jinoyatchilarni almashtirish kelishimining bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Buni Uyg'urlarga chetilmaydi deb o'tib ketish ahmoqonalikdan boshqa narsa emas. Ammo bu kelishim zodi nimalarni o'z ichiga olgan? Bu yerda jinoyatchilarni ko'zib berishda bir kelishim tuzilibdi deblam cho'chib ketish yoki qo'rqib ketish yoki hayajonlanib qizib ketishdan avval biz bu kelishimning moddalari nimalarni o'z ichiga olgan, buni bir bilishimiz muhim deb qarayman. Shuning uchun men bu kelishimning mazmunini sizlarga so'zlab bermoqchi. Allah bu kelishimni Turkiyada ma'qullikdan o'tkili va hukumatlarningki Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarida Uyg'urlarga tatbiq qilinishdan saqlasin. Lekin biz mazmunini bilib o'taylik. Endi bu kelishim 22 moddadan tuzilgan. Bu kelishim 22 moddadan tuzilgan. 2017-yili 5-oyning 13-kuni Beijingda imzolangan. Bu kelishimga Xitoy tarafdan tashqi ishlar ministri Wang Yi, Turkiya tarafdan adliya ministri Bakir Bozdagh imzo qo'ygan. Endi bu kelishimning maqsadi shu: sotlash, jazolash va qo'lga olish maqsadida ikki taraf bir-biridan jinoyat gumondorlarini talab qilish va uni o'tkazib berish. Birinchi modda mushu maqsad haqida. Endi kelishimning ikkinchi moddasi bo'lsa, qaytirib berishga bo'ldigan jinoyatlarningki sifati, xarakteri bayon qilingan ikkinchi moddada. Bunun uchun oldi bilan har ikki davlatningki jinoiy ishlar qonunida jinoyat deb sodir qilgan, jinoyat deb bekitilgan bir ishni sodir qilgan bo'lishi kerak gumondor. Birininkida jinoyat deb, yana birinikida jinoyat deyilmagan bo'lsa, undaqda buning ichiga kirmaydi. Agar sotlash uchun talab qilgan bo'lsa, gumondorni o'chaqda eng oz bo'lganda 1 yillik qamoq jazosi bergudek bir jinoyat bilan ayblangan bo'lishi kerak.
Agar ijro qilish uchun, ya'ni jazo berilib qochib ketgan ahvollarda ijro qilish uchun talab qilingan bo'lsa, o chaqda o kishiga berilgan jazo eng az bo'lganda 6 oylik bir jazo muddati bo'lishi kerak. 6 oydan az qolgan bir jazo muddati uchun talab qilinmaydi ekan. Endi kelishimninki 3-cü maddesi, en muhim madde bo'lgan 3-cü maddesi mushu. Keskin rad qilish sabablari haqida ekan. Ya'ni bir-birining talabini keskin rad qiladigan sabablarni bayon qilgan. Qanday sharoit ostida qaytirib berish talabi rad qilinadi. Ya'ni ixtiyoriy emas, keskin rad qilinadi. Buning birinci maddesi bo'lsa, ya'ni 3-cü maddening birinci tarmoqi bo'lsa, shu siyosiy jinoyat deb qaragan ahvolda qaytarilmaydi. Ya'ni bir deloninki qaytirib berguchi taraf tarafidan, ya'ni qaytirib berish talab qilingan taraf tarafidan bu bir jinoiy siyosiy jinoyatkan deb qaralgan ahvol ostida qat'iy qaytarilmaydi. Agar bir taraf panohlik berib bo'lgan bo'lsa, yana qaytarilmaydi. Masalan, Xitoy bir Uyg'urni Turkiyadan talab qildi. Bu Uyg'urningki jinoyatini Turkiya siyosiy jinoyat deb qaradi. Ya'ni Xitoy buni siyosiy maqsadda, siyosiy jinoyat uchun talab qildi deb qaradi. Bu chaqda qaytarmaydi. Yoki bo'lmasa, Turkiya bu Uyg'urga siyosiy panohlik bergan bo'lsa, bu chaqda qaytarmaydi. Bu qat'iy qaytarmaydigan sabablardan. İkincisi bo'lsa, agar qaytarilgandan keyin irqiy va diniy jihatdan kamsitishga uchrab, adil sotlanish mumkinchiligi bo'lmasa, taraf, ya'ni qaytarib berguchi taraf, buni qaytarib bersak, buni diniy tufayli yoki millati tufayli adil sotlamaydi ekan, zulm qildi ekan deb qarasa, bu chaqda keskin qaytarilmaydi. Yana harbiy jinoyat, ya'ni harbiy ishlarga oid jinoyat tufayli talab qilingan bo'lsa, yana qaytarilmaydi. Va vatandosh bo'lsa, yana qaytarilmaydi. Masalan, Turkiya vatandoshligiga o'tgan bir Uyg'urni Xitoy taraf talab qilsa, o chaqda keskin qaytarilmaydi ekan. Ondan keyin vaqti o'tib ketgan bir jinoyat uchun talab qilingan bo'lsa, yana qaytarilmaydi ekan. Buning konkret vaqti qanchalik, buni qonunshunoslardan so'rash kerak. Har qaysi davlatlarningki jinoiy ishlar qonunlariningki shunda surishti qilish moddalari bo'ldi emasmi? Masalan, 10 yil burun ishlagan jinoyatni surishti qilib bo'lmaydi degandek, shundoq qonunda shundoq narsalar bor. Shunga zaman chektimizdan o'tib ketgan jinoyat tufaylidan talab qilinsa, yana qaytarilmaydi ekan. Ondan keyin yana bir taraf oxirgi hukmni chiqargan bo'lsa, yana qaytarilmaydi ekan. Masalan, ben ko'pincha Uyg'urlarni markaz qilg'ach Turkiyani misol qilyapman. Masalan, bir Uyg'ur tufayli Turkiya hukumatı qo'lga olib bu Uyg'urni qo'yib berish yoki jazolash masalasida eng oxirgi hukmni Turkiya hukumatı chiqaribdi. Xatolashdimi? Turkiya hukumatı emas, Turkiya sudi chiqaribdi. O chaqda Xitoy taraf buni talab qilsa qaytarilmaydi ekan. Ya'ni Turkiya oxirgi hukmni chiqarib bo'lganlik uchun qaytarilmaydi ekan. Endi Xitoy taraf oldidan hukm qilib o'tibdi bir odamga, ondan keyin shu odamni qaytarib berishni talab qilibdi. Bu odam bo'lgandan keyin qayta sotlanmaydi ekan. Bunday ahvol yana qaytarilmaydi ekan. Ya'ni oldin u odam yo'qiyada berilgan bir hukm tufayli talab qilinsa, qaytarilmaydi ekan. Oxirgi maddasi, ya'ni 3-cü maddening oxirgi tarmoqi davlatlarningki asosiy prinsiplariga adliya qimmat qarashlari, qonun prinsiplariga zid bo'lgan ahvollar ostida qaytarilmaydi ekan. Masalan, Xitoyningki qaytarib berish talabi Turkiyaninki asosiy qonuniy va qonun moddalari va prinsiplariga uyg'un kelmasa va bu jinoyat
gumondorininki masalan kishilik huquq yoki boshqa huquqlari daxli tarozga uchraydi deb qaraydigan shunday ahvollar bo'lib qolsa qaytarilmaydi ekan. Buni men izohladim. Bu yerda asosiy prinsipdan maqsad zodi nima? Uni har qaysi taraflar o'zi tushundirmasa hisob bo'lmaydi, ammo mening tushunishim shu kishilik huquqdan tortib insonniki qadr qimmatigacha bo'lgan shu qonunninki asosiy prinsiplariga zid ahvollar ko'rilgan ahvolda yoki shundoq bo'ldi deb qaragan ahvolda qaytarilmaydi ekan. Bu qonunninki shu 3-moddasi ham muhim modda ekan bu. Ya'ni qanday qadam qaytarilmaydi deb tushunsak bo'ldi ekan buni. Bu yerda yozilishda qat'iy keskin rad qilinadigan sabablar debdi 3-modda. Yuqorqi men degan tarmoqlarga tushgan ahvol ostida keskin rad qilinadi ekan, bir-biriga qaytarmaydi ekan. Endi qonunninki 4-moddasi bo'lsa ixtiyoriy rad qilish talablari. Yuqoridagisi qat'iy rad qilish talablari, yuqoridagi ahvolda qat'iy xatolashdi. Yuqoridagi ahvolda qat'iy rad qilish sabablari yuqoridagisi. Qat'iy rad qilinadi. Endi 4-si bo'lsa ixtiyoriy rad qilish sabablari. Bu xil ahvolda rad qilsimi bo'ladi, qaytarib bersin bo'ldi degan gap. Buning birinchisi o'zi jazolashga uyg'un deb qarasa. Masalan bir davlat bir jinoyatchini o'zi jazolashga uyg'un deb qarasa, o chog'da uni qaytarib bermaslikni tanlasa bo'ldi ekan. Masalan Xitoy Turkiyadan bir jinoyat gumondorini talab qildi. Turkiyaning qonuni uni jazolashga yo'l qo'ydi ekan. Turkiya jazolasin bo'ldi ekan buni. Unda ahvol ostida biz buni o'zimiz jazolaymiz deb qaytarib bermasa bo'ldi ekan. O'xshash Xitoymo shundoq shaklda qaytarib bermasa bo'ldi ekan. Ikkinchisi sotlash niyati bo'lsa, agar birinchisi 4-moddaning birinchi tarmoqi qonunga uyg'un bo'lsa, jazolash qonunga uyg'un bo'lsa qaytarib bermasa bo'ldi ekan. Ikkinchisi ham uyg'un ham o'zi sotlaydigan niyati bo'lsa, ya buni biz jazolaymiz buni o'zimiz. Chunki bu bizningki qonunimizga xiloflik qildi. Shunga buni biz betaraf qilamiz degan niyati bo'lib qolsa, yana qarshi tarafga qaytarmasin bo'ldi ekan. Hamda 3-tarmoqi bo'lsa 4-moddaningki insonparvarlik sababidan qaytarishni rad qilsa bo'ldi ekan. Masalan, balki yashinib ketgan, kasaljon bo'lib qolsa, o'tkash jarayonida kasal og'irlab qoldigan bunday ahvollar bo'lib qolsa, shunday ahvollarda bu chog'da qaytarib berishni rad qilsa bo'ldi ekan, qaytarib bersin bo'ldi ekan, rad qilsin bo'ldi ekan. Bu 4-modda qaytarib berishni rad qilishning ixtiyoriy sabablarini tilga olgan. Yuqoridagi 3-modda bo'lsa qaytarib berishni rad qilishning qat'iy, keskin sabablarini o'z ichiga olgan. Yuqoridagi ahvolda qat'iy qaytarilmaydi. Ma'qul ahvolda qaytarsin bo'ldi, qaytarmasin bo'ldi. Endi boshqa 10, 11, 7-8-moddalar asosliqi texnikalik ishlarga oid ekan. Ya'ni qanday o'tkazib beradi, qanday qaytaradi, aeroplan bilanmi, poyezd bilanmi, bevositami yoki boshqa davlatlardan oyilinib o'tamdi degandek, shunga bu yerlarni so'zlamayman. Ama 9-moddada bir eskartishga tegishli gap bor ekan. U bo'lsa-mu jiddiy ahvolda bir taraf yana bir tarafdan oldin tutishni talab qilsa bo'ldi ekan. Rasmiy materialni yo'llashdan burun jiddiy ahvolda bu odam qochib ketishi mumkin yoki boshqa sababdan bir buni zarur deb qarasa, oldin shuni bir qo'lg'ab tursanglar, tutib tursanglar deb talab qilsa bo'ladi ekan. 9-moddada. Endi 13-moddaga kelaylik. 13-moddada 13-modda kechiktirish, ya'ni qarshi taraf bir odamni o'tkazib berishni talab qildi, ammo uni rad qilmay kechiktirdi. Hozircha bo'lmaydi, sal to'xtab turinglar deb kechiktirishninki
haqidagi hukmlarni o'z ichiga olgan. Buningda biz diqqat qiladigan bir nuqta shu. Agar boshqa bir jinoyat sababidan jazolanayotgan bo'lsa, kichik tursa bo'ldi ekan. Masalan, Xitoy bir kishini Turkiyadan talab qildi. O kishi Turkiyada boshqa bir jinoyat sodir qilib jazolanayotgan ekan. Undaq ahvol ostida Turkiya buni avval ma jazosini bir tugusin yoki ma ishlar bir tugusin, undan keyin o'tkazib berayli desa bo'ldi ekan. Endi 21-modda bu yerga belgi qo'yib qo'yaptimi? So'zlayma degan gap endi belgi qo'yganim. Agar bu kelishimni ijro qilish jarayonida tushunishmaslik kelib chiqsa, o chog'da bu diplomatik yo'llar bilan hal qilinadi debdi. Ya'ni o yerga uyg'un emas, bu yerga uyg'un emas deb ishlar yurishmasa, o chog'da qanday qiladi? Sodilishadi degan gap. Unda bo'lsa, sen ani bersan, men mani beray degandek-ku. Xalqaro munosabatda shunday bo'ladi. Gerçi kelishimlar qonuniy hukm o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, qonun hukmida bo'lsa-mu, ma'qullangandan keyin, ammo ijro qilish jarayoni yanada diplomatik munosabatning bir parchasi aylandi. Endi 22-modda, eng oxirgi modda, shu qonunning keyin bir qism xarakterlarini, sifatlarini o'z ichiga olgan. Buningdagi birinchi tarmoq bo'lsa, bu qonun tasdiqlangandan keyin, ma'qullangandan keyin ondan yo'l qo'yiladi. Ya'ni har qaysi davlatning boshliqlari imzo qo'ygandan keyin va parlamentni ma'qullagandan keyin ondan kuchga ega bo'ladi. Odatda xalqaro kelishimlarning hammasi shundoq. Buni har darajalik hukumat vakillari imzolaydi. Qaytib borgandan keyin davlatga vakillik qiladigan shaxs yoki podshoh bo'lishi mumkin yoki prezident bo'lishi mumkin. Cumhur boshlig'i bo'lishi mumkin. Bu imzo qo'ydi. Ondan keyin shu davlatningki majlisi buni ma'qullaydi. Ondan keyin adliya tarmoqlariga yo'llab beriladi. Bu chog'da qonun hisoblanadi. Xalqaro kelishimlarningki qonun salohiyati bo'ladi. Demak, bu kelishimmi shu bosqichdan o'tadi degan gap. Ikkinchi tarmoqi bo'lsa, 22-moddaning bu qonunni xohlaganda o'zgartirishga bo'ldi. Ikki tarafning xohlagan biri talab qilib o'zgartirsa bo'ladi. Uchinchisi xohlaganda amaldan qoldirsa bo'ladi. Ikki tarafning xohlagan biri xohlagan vaqtda amaldan qoldirsa bo'ladi, ammo qarshi tarafga deb qo'yish kerak. Yozmacha, "Biz bu qonunni amaldan qoldiramiz" deb oldin deb qo'yish kerak. Tamam. Turkiyaningki Xitoy bilan tuzgan jinoyat gumondorlarini o'tkazib berish kelishimidan ko'rib chiqdik, o'rganib chiqdik. Kelishimningki texnik qismlarini hisob qilmaganda mazmuni mana shu. Agar bu kelishim imzolanmadi, yuqorida o'tgandek, imzolangan taqdirda xatolashdim. İmzalanmadı emas, imzalandi. Parlamentdan o'tmadi. Parlamentdan o'tgan holatda va yo'lga qo'yilgan holatda o chog'da shu yuqoridagi moddalar bo'yicha ishlar bo'ladi ekan. Agar shu qonun kuchga ega bo'lsa va ijro qilinsa. Albatta, deb o'tganimdek, bu davlatlar o'rtasidagi kelishimlar yana diplomatik munosabatning bir parchasi. Shuning uchun kelishim ma'qullangandan keyin yana cho'qim ijro qilinadi degani bo'lmaydi. Orada nurg'unlagan ixtiloflar, manfaatlar, surkilish bo'ladi. Shu jarayonda murassa shaklida ishlar yurishadi. Xo'sh, endi biz bu kelishimning mazmunidan xabardor bo'ldik. Turkiya bilan Xitoyningki bu kelishimni tuzishiga sabab bo'lgan tarixiy jarayonlarni eslab o'tdik. Turkiyadagi Uyg'urlarningki Turkiya sud tarafidan, adliya tarmoqlari tarafidan tutilishining sabablarini bir qor analiz qilib o'tdik va Turkiyadagi Uyg'urlarningki ahvolini bir qor tushundik balkim bu nuqtadan. Undaq bo'lganda bu kelishimningki
yoki bu kelishim bo'lmagan taqdirda navbatdagi Turkiya Xitoyninki adliya hamkorligi, yaqinligi munosabatidan biz Uyg'urlarninki uchrash ehtimolligimiz bo'lgan ziyondan, xatardan qanday saqlanamiz? Bu intayin muhim bir savol. Endi yuqoriqilardan shu nuqta oydinlashdi deb o'ylayman. Ya'ni biz navbatdagi kuchimiz va iqtidorimizdan Turkiyaninki bexatarlik masalasiga chetilgan bundaq bir muhim hamkorlik, shunday qarorlarga nisbatan biz ta'sir ko'rsatmaymiz. Bizninki uni to'sib qolgudek kuchimiz yo'q deb o'ylayman. Mayli Turkiyaga bu qonunni rad qil, Xitoyga etibat deydigan yoki to'xtat, buni ma'qullama deydigan undaq bir kuchni men Uyg'urlarda bor deb o'ylamayman. Turkiyadagi al-Royi jamoat fikri bu jihatda albatta Uyg'urlarga moyil, Uyg'urlarni qo'llaydi. Ammo buning qanchalik bardoshlik beralishini agar davlat iroda qilgan vaqtda buning qanchalik qarshilik ko'rsatilishini biz faraz qila olamiz. Mayli Turkiyaning asosiy qonunini o'zgartirish musobaqasida bo'lsin, mayli shu qonun Turkiya shu kelishim imzolangan vaqtda, Turkiyada shu xabarlar chiqqan vaqtda Turkiyaning jamoatdan chiqqan inkoslarni, Turkiyaning navbatdagi bexatarlik va iqtisodiy ahvollarni o'ylashgan vaqtda buning qanchalik bir ta'sir qila oladiganligini his qila olamiz. Ammo men biraz ijobiy yoki biraz amaliy nuqtadan bizning qila oladiganlarimiz haqida tuandagidek takliflarni beralayman. Ya'ni biz Turkiya xalqini qo'zg'atib bu qonunni, bu kelishimni ma'qullatmaymiz yoki Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlar bunga e'tiroz bildirib hukumatga maydon o'qish kerak degandek cho'ng gaplarga qaraganda amaliy bo'lgan, hammamiz qila oladigan konkret bir qancha nuqtadan tavsiya beralayman. Uning birinchisi biz oldi bilan qonuniy savodlardan xabardor bo'lishimiz kerak. Mayli Xitoyning qonuni bo'lsin, mayli Turkiyaning qonuni bo'lsin, mayli xalqaro qonun bo'lsin. Bu qonunlardan va qonuniy tartiblardan xabardor bo'lishimiz va bundan yaxshi foydalanishimiz kerak. Bo'libmi Turkiyaningki qonunlarga zid bo'lgan, xilof bo'lgan harakatlardan saqlanishimiz, Turkiya va xalqaro Turkiyaning qonunlarida va xalqaro qonunlarda terrorchi deb atalgan, mayli Daesh bo'lsin, mayli Al-Qoida bo'lsin, mayli Fethullah harakati bo'lsin, bu xil tashkilotlardan, bu xil kishilardan qat'iy uzoq turishimiz kerak, yiroq turishimiz kerak. Biz qonuniy savodsizligimiz, angsizligimizdan bularga chetilib qolgan vaqtimizda Xitoylar bundan foydalanadi. Yillardan buyon foydalanib kelgandek. Diplomatik munosabatda shundoq bir-birining yuz xatisini qildigan ahvollarmi bo'ladi. Agar Xitoy paket bilan Turkiyaning oldiga tashlagan vaqtda ba'zi narsalarni Turkiya Xitoy bilan bo'lgan munosabatni jo'shtirish uchun ba'zi ishlarni qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Yoki manfaat uchun bir Fethullahchi jinoyat gumondorini bir Uyg'urga almashtirishi mumkin. Bu xalqaro munosabatda bek hayron qolarlik bir narsa emas. Shuning uchun biz o'zimizning ishiga o'zimiz ega bo'lishimiz kerak. Oldi bilan har kim o'ziga ega bo'lish kerak. Bizningki tashkilotlarimiz bo'lsin yoki boshqa faoliyatchilarimiz bo'lsin, ulardan yordam kutish, ularni ishqamlashmasi, ayblashdan avval biz o'zimizga ega bo'lishimiz kerak. Albatta tashkilotlarni tanqidlash yoki unga qarata fikr qilish bu ayrim bir masala. Men tanqidlashga mahir bilasizlar. Shuna o'zimizga o'zimiz ega bo'lish intayin muhim. Buning uchun qonundan savol bo'lishi, qonun harakatlarga aralashmaslik, yiroq turish kerak. Bu birinchi tavsiya. Ikkinchi tavsiyam bo'lsa,
ikkinchi tavsiyam bo'lsa, shundaq Xitoyninki talab qilish ehtimolligi bo'lgan yoki vatanda ba'zi ishlarga aralashib Xitoy tarafidan dil o'tirg'izilgan gumoni bo'lgan ish qilib shundaq bolalar yoki bo'lmasa butun Sharq Turkistonlik bo'lsa butun Sharq Turkistonlik Sharq Turkiston davosiga aktiv qatnashish kerak. Har bir Uyg'ur Sharq Turkiston masalasiga davosiga aktiv aralashgan vaqtda har bir Uyg'ur siyosiy bo'ladi. Har bir Uyg'ur siyosiy bo'lgan vaqtda u chaqda ma'u qonun kelishim qonunga aylangan chaqdami u Uyg'ur qaytarilmaydigan bo'ladi. Buning mazmunidan qaragandami qanday odam qaytariladi ekan? İctimai jinoyat sodir qilgan odam qaytarildi ekan. Masalan, poraxo'rlik qilib qochib keldi deb ayblansa, bosqinchilik qilib qochib keldi deb ayblansa yoki u bu degandek. Ko'pincha ijtimoiy jinoyatlar, qotillik jinoyatlari, masalan, shunday ishlar tufayli ayblangan kishilar qaytarilish doirasiga kirdi ekan. Ammo siz bir siyosiy faoliyatga aktiv qatnashsangiz, o chaqda siz siyosiy bir kishiga aylanasiz, o chaqda sizni hech qanday bir demokratik davlat Xitoy qaytara olmaydi. Hatto yerim demokratik mustabid davlatlar qaytarishga urinsimi, demokratik davlatlar bunga aralashadi. Shunga agar siz ben Xitoy qaytarolmayman, bu kelishimning moddasi tufayli jazolanmayman desangiz, Sharq Turkistonning davosiga aktiv qatnashing. Siyosiy faoliyatlarga aktiv qatnashing, namoyishlarga aktiv chiqing, oilangiz uchun guvohliklarni aktiv bering. Xilvatlarda mo'kinib yurmang. Xilvatda mo'kinib yurib qutulib qolaman desangiz, o chaqda qutulolmaysiz. Biri sizni Uyg'ur tashkilotlari bilmaydi, faoliyatchilar bilmaydi, shuning bilan nom nishonsiz, izdiraksiz ketib qolasiz. Agar saqlanma deb tinch o'qiganlik uchun saqlanib qolgan ish bo'lsa, Misrdagi o'quvchi bolalar u kunni ko'rmagan bo'ladi. Demak, ikkinchisi sizningki o'zingizni siyosiylashtirishingiz sizni qo'g'daydigan muhim omil. Hamda uchinchi qilib deydiganim bo'lsa, o'sha taratqularning kuchidan foydalanish. Bir Uyg'ur tutilgan vaqtda yoki tutilish oldida har vaqt taratqularni o'ziningki qo'g'dash quroliga, qalqiniga aylantirishni bilish kerak. Mayli bizning tashkilotlar bo'lsin, mayli shaxslar bo'lsin, bu taratqulardan unumli foydalanish kerak. Mayli ijtimoiy taratqu bo'lsin yoki rasmiy taratqular bo'lsin, bu xildagi xabarlarni ko'plab bersa, buningki ijobiy foydasi bor. Masalan, mushu orliqda mushu kelishimga oid xabar chiqqandan keyin bir Uyg'urningki Xitoyga qaytarilish talabi bilan Turkiya sudida sotlanganligi haqida yana bir xabar chiqdi. Ismida Anvarmo bir Uyg'urningki xabari chiqdi. Bu xabar chiqqandan keyin hatto Amerikadagi cho'ng parlament a'zolari bunga inkos qaytardi. Oqidan Turkiyaninki Amerikadagi elchisi bunga inkos qaytarib, bunday ish yo'q dedi. Shunday ish yo'q degani bu biz uchun foydali. Nimishqa deganda shunday yo'q deganning o'zi bundan keyin oshkora bo'lmaydi ekan deganni tushuntirdi. Ya'ni Turkiyaninki yanıla bu xil harakatdan tortinadiganligini, ovoy qildiganligini, bunday ayblashlarga qilishdan ansiraydiganligini tushuntirib berdi. Gerçi bizningki psixikimizda buni norozilik bildirishimiz mumkin. Bu go'ylar yushurin o'tkazib berib oshkora tenib oldi, u bu deb. Oshkora tenib olganning o'zi amaliyotda bizga foydali. Nimishqa? Chunki diplomatiya sohasida u bu xil harakatning xatoligini e'tirof qilgan bo'ldi. Agar rost o'tkazib berdik degan bo'lsa, ayblashga qolsimi bizga ziyonliqdi. Chunki o chaqda bu allaqachon qizirib bo'lgan, qilinishib bo'lgan bo'ladi, ig'iz tilda aytsak. Shunga Turkiyaning yanilam bunga qarata inkor qilish pozitsiyasi tutganligi nihoyat yaxshi bir ijobiy qadam. Buningga sabab bo'lgan narsa dal
məsələnin axbaratqa chiqqanlığı, taratquğa chiqqanlığı. Ama bunu biz sezgürleştirip bu Türkiye'ye karşı hareket kılganlık, Türkiye'ye karşı fitne kılganlık deb düşünüp alsak olmaydı. Okşaşlam Türkiye'ye yolsuz halette hücum kılsak mı ya ki Türkiye'deki teşkilatlara yolsuz halette hücum kılsak mı olmaydı. Meseleni bir kimge döngümey, bir kimden kakşımay, şu peti oturup koyuşunu günüşümüz gerek. Yani tarat kulağa palani adam tutuldu, Xitoyga qaytarılmakçı, palani yerde sotlanıvatıdı degenge o'xshash uçurlarni vaqti-vaqtida yetkizib tursak, yoki agar biz o'zimiz shu kunga qolgan bo'lsak, o'zimizningki Facebook, Twitterlar orqali buni jakarlab tursak, buningki bizning qaytarilmasligimiz uchun va masalamizningki xalqlarning diqqatini tortishi yoki hukumatningki ma'lum tarmoqlarning qarori bo'lib qolib qolsa, uningki markaziy organlarga yetib berishiga foydasi bor. Agar markaziy organning qarori bo'lgan taqdirda o chaqda avomningki fikrininki tufaylidan amaldan qilish ehtimolligi bor. Shuning uchun biz bu taratqulardan yaxshi foydalanishimiz kerak. Taratqular bizningki eng birinchi qurolimiz. Taratqularning bir shunday bir axloqi bor. Taratqu axloqi, ojizlarni qo'g'lash. Biz ojiz hozir Xitoyning oldida, biz yanglishlik uchirg'uchi, biz ojiz. Ya'ni Xitoy bir zolim kuch bizga nisbatan. Undaq bo'lgandan keyin taratqular cho'qim biz tarafda turib xabar berdi va bizni himoya qildi, bizni qo'g'daydi. Ammo biz shu taratqular bilan muomala qilishga ravon bo'lishimiz kerak. Buning uchun iqtidorlarimiz bo'lishi kerak, til bilishimiz kerak va yurak bo'lishi kerak, jasorat bo'lishi kerak. Hargizmi bu xil hodisalarni oshkorlagan vaqtda munosabatli hukumatlarning tishiga tegib qo'yamanmi yoki bu hukumatlar texmi qattiq harakat qo'llanib ziyon keltirib chiqami deydigan bundaq andisha bo'lmasligi kerak. Odatda davlatlar bundaq harakat qilmaydi. Masalan, siz yanglishlik uchirganligingizni axborotga deganligingiz uchun Türkiye meni Xitoyga qaytarib beramiki deb ansiravatma deb andishingizni deganligingiz uchun hargiz Türkiye sizni tutib sulamaydi. Yoki sizni bu tufayli qo'lga olmaydi. Undaq bir tartib yo'q. Undaq bir tartib yo'q. Aksicha hukumatningki bunga qaytaradigan javobi ko'pincha nim bo'ladi, ijobiy bo'ladi. Yo'q siz ansirmang, bu xil fitna fasodga aldanmang, bunda ahvol yo'q deydi. Xuddi Türkiye'ning Washingtondagi elchisi Türkiye bundaq ishni qilmadi. Bu xildagi qarashlar tamamen fitna fasod deganiga o'xshash. Hargizmi bu xabarni degan odamni tutib sulaydigan ish bo'lmaydi. Undaq qilish o davlat aqliga munosib emas. Shuning uchun masalani o'tirib qo'ygan vaqtda usulga diqqat qilish kerak deganimdek, tashkilotlarga yoki ma'lum kishilarga hujum qilib, ularni ayblab, tanqidlab bu masala hal qilmaydi. Balki masalani biz taratquga shu peti o'tirib qo'ysak, buningki ijobiy foydasi bor, buning salbiy tarafi yo'q. O'xshashlar bu yerda ikki taraflik bir munosabat bor. Albatta, masala o'tirib qo'yilgan vaqtda bizningki ba'zi kishilardan yoki ba'zi tashkilotlardan sezgurlikka erishib ketib, uningga raddiya keladigan ahvollar bor. Ya'ni fitna taravatadi yoki Türkiye'ye karşı hareket kılıvatıdı o bu degandek. Bu mu tamamen sezgürlük erişip ketkenlik ve namunasib bir imkaz qaytırış. Aslida ziyankeşlikka uchirg'uvchi va xatarga duch kelguvchi bo'lish sifati bilan har bir Uyg'urningki o'zining andishisini o'tirib qo'yishi va buning qarta noroziligini bildirish huquqi bor. Bu normal bir narsa. Şuna bunun için meseleni oturup koygan, şikayet kılgan kişilerine fitnetlerde de tanqidlaması, ayıplaması gerek ve bu tüpeyli mevcut hükümetin bizge ziyan kıldı deb ensirmesi gerek. Aksicha qildigan ish nima deganda, qildigan ish aksicha bizningki xalqimizningki bu masaladan intayin rahatsız bo'layotganligini, ensirayotganligini diplomatik kanallar, yo'llar orqali mavjud hukumatlarga yetkazish. Bu bizning siyosiylarimizning ishi, tashkilotlarimizning ishi. Men bu yerda tashkilotlarningki qanday qilish kerakligi haqida to'xtalmayman, chunki bu ochiq bir video. Asosligi shu shaxs sifatida nima qila oladiganligimiz haqida
to'xtalaman. Yuqoridagi 3 tavsiya menimcha biz qila oladigan, o'zimizni qo'g'dash uchun qilishga tegishli bo'lgan ishlarning qatoridan. Unda qolsa, aziz millatim, qarindoshlar, gapni jiq uzartib etdim. Lekin temam shu. 4-5 minutda ças so'zlaydigan tema emas. Shuning uchun gapni so'zib ezmilik qilgan bo'lsam, afv qilgaysizlar. Shundaq temalarningki tafsiliy atrofli so'zlanishini xohlasanglar, videoni taqib qo'yasizlar, ham baharlab qo'yasizlar, ham undaq yuraklarni besib qo'yasizlar. Shundan qarab, ondan keyin so'zlagan narsam ancha-muncha xalqqa foyda qilibdi, shuni deb soatlab vaqt sarf qilib, tayyorlik qilib, oldinglarga chiqib turadigan bo'laman. İşte qilayli. Boshqalardek endi kanalimga abone bo'lishni unutmang deb har videoda bir qatim deyolmaydi ekanman. Endi Allohga omonat, omon bo'linglar.